Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Pro One jamoasi 2026-yilda juda ko'pchilik kutgan kameramizni va nihoyat yetib keldi. H9C kameramiz endi nafaqat bu Wi-Fi'da, balki sim kartada ham ishlash imkoniyatiga ega. Xohlagan joyingizga olib borib o'rnatib qo'yishingiz bo'ladi. Xohlasangiz uyingizda Wi-Fi bo'lsa Wi-Fi ga ulaysiz. Wi-Fi yo'q joyda ishlatmoqchi bo'lsangiz sim kartani qo'yib, bemalol telefoningizni ulab xohlagan joyingizdan ko'rib turishingiz bo'ladi. Har doimgidek 5 megapikselda bo'ladi kameramiz. Ikkita ko'zdan iborat. Ovoz yozadi va telefon orqali bemalol kamerani oldi odam bilan gaplashishingiz bo'ladi. Ikki tomonlama audio aloqasi mavjud bo'ladi. Harakat detektori mavjud bo'ladi. Odamni ko'rganida shu zahoti telefoningizga xabar beradi va xohlagan joyingizdan turib internetda ishlab tursa bas bemalol nazorat qilib ko'rib turishingiz bo'ladi. Kameramiz tunda ham juda ham zo'r tasvirda, rangli tasvirda olib beradi. Olish masofasi 30 metrgacha, odamni bemalol 10-15 metrdan ko'rib tanib olishingiz bo'ladi. Hozir komplektning ichidan nimalar chiqishini bir qator ko'rsataman. Videoga like bosing, kommentariyada izohlarda o'zingiz fikringizni yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kameramizni ochib oldik. O'sha har doimgidek dizaynda kameramiz bo'ladi. Pastdagi ko'zini telefon orqali bemalol nazorat qilsangiz bo'laveradi. Va tevadagi ko'zini o'rnatganingizdan keyin qo'lni o'ng tarafga yoki chap tarafga o'zingizga qulay joyga qaratib qo'yishingiz bo'laveradi. Misol, bir vaqtda o'zida ikki tarafda olib tursa ham bo'laveradi kameramiz. Xo'p, o'rnatishga keladigan bo'lsak, ikkita yonda mana bunday o'zini knopkasi bor. Bosib, tevadagi krankshteynni olib, xohlang devorga, xohlang potolokka qatirib, yana joylashtirib, o'zingizga qulay joyga o'rnatib olishingiz bo'ladi. Va Wi-Fi ga yoki sim kartaga ulab, telefoningizga bemalol ulab nazorat qilib turishingiz bo'laveradi xohlagan joyingizdan. Hozir videoda oxirida kameramiz qanaqa videoga olishini qo'yib yuboramiz. Bemalol sifatini ko'rib olsalaring bo'ladi.